O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining birinchi o'rinbosari rahbarligida davlatimiz rahbari tomonidan o'tgan yil 5-mart kuni korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishida hamda shu yilning 27-yanvar kuni Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish bo'yicha namunali amaliyotni yaratish yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan Surxondaryo viloyati prokuraturasida o'quv amaliy seminar o'tkazildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz xabar qiladi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va viloyat sudi sudyalari, Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, Bosh prokuratura va Huquqni muhofaza qilish akademiyasi mas'ul xodimlari, viloyat prokuraturasining mas'ul tarmoq rahbarlari, tuman, shahar prokurorlarining sohaviy o'rinbosarlari, tergovchilari, Ichki ishlar boshqarmasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, viloyat boshqarmalarining tergovga mas'ul rahbarlari, tergovchi va surishtiruvchilari, Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi Surxondaryo filiali mutaxassislari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Tergov sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etgan ushbu o'quv amaliy seminarda tajribali mutaxassislarning jinoyat ishlarini sudda ko'rilishida tergov va surishtiruv organlari tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar, tergovda raqamli kriminalistika yordamida elektron dalillarni to'plash va mustahkamlashning zamonaviy usullari hamda axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlar, xususan kiber jinoyatlarni fosh etishning o'ziga xos xususiyatlariga oid mavzular bo'yicha ma'ruzalar tinglandi. O'zaro bahs va munozarali tarzda o'tgan ushbu tadbirda tergovchilar tomonidan berilgan savollarga batafsil javoblar berildi. Ushbu seminardan ko'zlangan asosiy maqsad birinchi navbatda tergov sifatini yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, shuningdek korrupsiyaviy holatlarni oldini olish hamda ularni o'z vaqtida bartaraf etish, jinoyatlarni o'z vaqtida ochish hamda tergov sifatini yaxshilash borasida tergovda kelib chiqayotgan kamchiliklar, shuningdek tergov harakatlarini olib borishda tergovchilar tomonidan kelib chiqayotgan muammolarni o'z vaqtida hal qilish, belgilangan ko'rsatmalar asosida olib borish hamda kelgusida aybsiz shaxsni ayblilik darajasiga chiqarmaslik hamda fuqarolarni huquqlarini himoya qilish borasida tergovchilarda tergov amaliyotini shakllantirishdan iborat bo'ldi. Ushbu o'quv amaliy seminar yakunida tergovchilarga hodisa joyini ko'zdan kechirish, zudlik bilan tergov harakatlarini amalga oshirish mumkin bo'lgan harakatlarni o'z vaqtida amalga oshirish borasida amaliy ko'nikmalar hosil qilish uchun tegishli tartibda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda malakali kriminalistlar ishtirokida hodisa joylarini ko'zdan kechirish bo'yicha tegishli ko'rsatma hamda vazifalar belgilab borildi. Shuningdek, tergovchilar, surishtiruvchilar va soha mutaxassislariga Termiz shahar prokuraturasida tashkil etilgan tergov poligonidagi zamonaviy kriminalistika texnika vositalaridan samarali foydalanish amaliyoti ko'rgazmali tarzda namoyish etilib, tergovchilarning bilim malakalari hamda professional kasb ko'nikmalari oshirildi.